insonni bugungi kunini ikkita narsa jahimga aylantiradi. Qaytaraman. Bugungi kuningizni ikkita narsa fasodga uchratadi. Birinchisi o'tmishni eslab, o'tmishga pushaymon yeyish, ikkinchisi kelajak haqida qo'rqib, kelajak haqida xavotir qilishlik. Inson o'tmishini eslab siqilishi, uni yodga solib g'am qilishi bu g'irt ahmoqlik va tentaklikdir. Bunday qilish irodani o'ldirish degani, naqd bugungi kunni zoyi qilish degani. Aqlli insonlar o'tmish papkasini yopadi, qayta ochmaydi. Uni unutishlik zindoniga berkitib tashlaydi. O'tmish ishlarni unutishadi. Uni arqonlar bilan mahkam bog'lab, beparvolik zindoniga uloqtirishadi. Uni ustiga tuproq tortiladi, unga hech qachon nur, yorug'lik yetmaydi. U yerdan hech qachon chiqmaydi, chunki o'tgan narsa o'tdi ketdi. O'tgan ishlar uchun xafa bo'lish o'sha ishlarni orqaga qaytarib bermaydi, birodarlar. Siqilishlik u ishlar uchun uni tuzatib qo'ymaydi. G'am qilish uni isloh qilib bermaydi. Eslab qayg'urish bo'lsa, ularni tiriltirib bermaydi. Chunki endi u yo'q. Chunki o'tgan narsa o'tdi, ketdi. O'sha paytda gugurt olib qo'yganimda deydi. Qara deydi. O'sha paytda deydi, moncha zayimim bor edi deydi. O'sha paytda gugurt olib qo'yganimda mana munchaga ko'payardi ekan pulim. Endi o'tdi, ketdi, tamom. Musulmon odam uni ustiga, unga yoqmaydigan biror bir hodisa, kor-hol kelsa, musibat ustiga tushsa, bo'lib bo'ldi endi, ish bitdi. Nima deydi? Qaddarallohu ma sha thumma fa'ala. Alloh o'zi xohlagan narsani taqdir qildi va shuni amalga oshirdi. Demak, shunday bo'lish kerak ekan, shunday bo'ldi. Endi qabul qilamiz, rozi bo'lamiz, ajr olamiz. Chunki o'tgan ish o'tdi, ketdi. Birodar, sen ustingda o'tayotgan, sen kechirayotgan har bir kuning Allohning senga bergan hadiyasi, in'omi. Bu naq kuningni o'tmish haqidagi pushaymon va kelajak haqidagi xavotirlar bilan zoya qilmagin. O'tmishni yomon xotiralar ostida yashashlik bu aqldan emas. Yo'qlik soyabonida tayda qolishlik aqldan emas. O'tmish sharpalaridan o'zimizni qutqarishimiz kerak. O'tdi, ketdi. Nima? Sen birodar daryoni orqasiga qarab oqishini xohlaysanmi? Yoki quyoshni mashriqqa qaytib botishligini xohlaysanmi? Yoki yomg'ir tomchisini osmonga qaytib chiqib ketishini xohlaysanmi? Yoki ko'z yoshini qaytib ko'zga kirishini-yu, sutni ana shu sigirning yeliniga qaytishni xohlaysanmi? Sen o'tmishni eslab o'zingni g'amga, qayg'uga solayotganliging o'ta achinarli va qo'rqinchli holat. Chunki o'tmish bilan ovora bo'lsang, bugungi naq kuningni zoya qilib qo'yasan. O'tmish daftarini ochib, o'tirib olib o'qish, bugungi kunni zoya qilish. Kuch-quvvatni yo'q qilish u omonatga berilgan soatlarni behuda o'tkazishlik. Alloh azza va jalla o'tgan ummatlar haqida nima dedi? Astagfirullah. Tilka ummatun qad xolat laha ma kasabat va lakum ma iktasabtum va la tusaluna amma kanu ya'malun. Alloh azza va jalla Qur'onda avval o'tgan ummatlarni zikr qilib aytdiki, ular o'tib ketgan kishilardir. O'tib ketgan ummatlardir. Ularning qilgan amallari o'zlari uchun. Sizlar amalinglar o'zinglar uchun. Va sizlar ular qilgan ishlardan mas'ul bo'lmaysizlar. Birodarlar, o'tgan kun o'tdi, ketdi. Tarixni g'ildiragini orqaga qaytarishlikni, orqaga aylantirishlikni keragi yo'q, iloji ham yo'q. Zamonning o'lib bo'lgan jussasini qabrini ochib, tiriltirishga urinma. O'tmishini eslab, uni takror g'am qilayotgan kishi xuddi unni yana qaytadan tegirmonga solayotgan odamga o'xshaydi. O'tmishni eslab, uni g'am qilayotgan odam xuddi to'ponni yana aralamoqchi bo'layotgan odamga o'xshaydi. Eshakka aytilar ekan, nimaga kavshanmaysan? Yolg'onni yomon ko'raman der ekan. Ya'ni chaynalib, yutib bo'lgan narsani qaytadan olib kelib yana chaynashni nima keragi bor? Musibatimiz nimada, birodarlar? Bugungi kunimizni isloh qilishlikni uddalay olmaganligimiz uchun o'tmishimiz bilan ovora bo'lib, o'tmishni gapirib o'tiramiz. 10 soat gapiring, 20 soat gapiring,
o'tmishni gapirganligingiz sizga hech qanday foyda bermaydi. Ha, birodarlar, o'tmishni undan ibrat olishik uchun, undan o'zimizga va'z, nasihat olishik uchun eslab qo'yishligimiz joiz. Ammo o'tmish bilan yashab bo'lmaydi-da. Bugungi kunimizdagi kamchiliklarni chiroyli suratda bir chekkaga surib qo'yib turib, o'tmishimizning vayronalari bilan ovoramiz. O'tmish kimning ovozini bo'g'ib turgan bo'lsa, bas bu inson kelajakka xitob qila olmaydi. Chiroyli gap ekanmi? O'tmish kimning ovozini bo'g'ib turgan bo'lsa, bu inson kelajakka xitob qila olmaydi. Faqat o'tmishini g'ami bilan, o'tmishini eslab siqilib o'tirgan odam kelajakka bir qadam qo'ya olmaydi degani. Ma'qulmi? Shunaqa odamlar bor albatta oramizda. Shikoyat qilaveradi. Menga anaqa qilib bermagansizlar o'shunda, menga mana qilib bermagansizlar o'sha paytda. Ha, bo'ldi, endi o'tib ketdi, gapiraverasan bu narsani. Yana o'tmish haqida yana bir ajib gap. Kim o'tmishga qaytaveradi? Kim o'tmishni eslaveradi? Bugungi kunida quvonchni topmagan inson o'tmishiga takror qaytaveradi. Bugungi kunida yaxshilikni topa olmayaptimi? Bugungi yashayotgan kunda xayriyatni ko'ra olmayaptimi? Xayriyati yo'qmi? Shu odam o'tmishni eslaveradi. Ma'qulmi? Avvallari yaxshi edi. Shakar 78 tiyin edi. Gugut 1 tiyin edi. Hech kim bekor emas edi. Hammani oyligi bor edi. Hozirchi? Hozir nima? Hamma bekarchimi? Birodar, bugungi kuningni qara-da. Sen mana shu sovet davrini eslayotgan bo'lsang, u paytda masjidlar bunaqa emas edi. Hajga umraganda xohlagan paytda borganda bora olmas edi. Nikoh o'qigani, janoza o'qigani, Qur'on o'qib, pato o'qib qo'ygani odam topilmas edi. Bugungi kuningdagi yaxshiliklarni qaraginda, avvalgi davridagi yaxshilikdan ko'ra ko'proq narsa bor. Demak, bugungi kunida xursandchilikni, quvonchni topa olmagan inson o'tmishiga qaytaverar ekan. Siz o'zingizdan so'rang-da. Siz qaysi toifadansiz? Insu jin avvalgi oxiri hammasi yig'ilib jamlansa ham o'tmishni ortga qaytara olmaydi. Bu amri mahol ish. Bu ayni haqiqat. Chunki odamlar, birodarlar, orqaga yurmaydi, oldiga yuradi. Shamol oldiga esadi. Suv orqaga qarab oqmaydi. Karvon oldinga qarab yuradi. Bu Alloh taoloning bu borliqqa qo'ygan sunnati. Hayotni sunnatiga birodar teskari yurma, oldinga qarab yur. Mashinada ketayotganda ham odam laboga qarab ketadi, yo orqaga qarab yuradimi? Hadeb orqaga o'giravergan odam yurib ketar ekan, qoqilib, yiqilib ketishi xavfi bor. Agar o'tmishing seni hali ham qo'yib yubormayotgan bo'lsa, demak u hali sen uchun o'tib tugamabdi. Agar o'tmish seni hali ham qo'yib yubormayotgan bo'lsa, demak o'tmish sen uchun tugamabdi. O'tmishni doim eslab o'zing bilan birga olib yurishlik sen uchun og'ir yuk hisoblanadi. Ya'ni ikkala qo'ling ham o'sha bilan band. Endi bugungi kun uchun o'tmishni tashasang, yuking yengil bo'ladi va ikkala qo'ling kelajak uchun, bugungi kun uchun bo'shaydi. Ha, birodarlar, bir yo'li unutib olishlik, esdan chiqarib olishlik degani emas bu. Chunki o'tmishini unutganlar yana shu o'tmishga takror kirib qolishlari ehtimoli bor. Hayotida qilib o'tgan xatolarni bir eslab tursa, kelajakda shu xatolarni qilmaslikka imkon bo'ladi. Ammo umuman eslamay qo'ysa, o'sha takrorlab qolishi mumkin xatolarini, eski xatolarini. Faqat o'tgan ishlardan ibrat olinadi, xulosalar olinadi, tajriba orttiriladi, tamom. O'tmish bilan yashalmaydi. Chunki o'tmish o'tdi. Birodan rahmatni kutma, qilgan yaxshiliging uchun. O'zi hozirgi kunda savob qilib bo'lmaydi. Bu gap odamlardan qilgan yaxshilik uchun minnatdorchilik kutayotgan odamdan chiqadi. Musulmon odamdan hech qachon bunaqa gap chiqmasligi kerak. Chunki u mukofotni Allohdan kutadi. Va ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa bitigha wajhi robbihil a'la va la sawfa yarda. Abu Bakr Siddiq haqida nozil bo'ldi bu oyat. Uning huzurida, taqvodor Abu Bakrning huzurida hech kimga qaytariladigan yaxshilik yo'q. Ya'ni Abu Bakr Siddiq kimga yaxshilik qilgan bo'lsa, kimga info ihson qilgan bo'lsa,
illa bitigha wajhi robbihil a'la. Oliy bo'lgan Robbini yuzini ko'zlab qildi. Odamlardan kutmaydi. Wala sawfa yardo. Va o'zi ham yaqinda rozi bo'ladi. Parvardigorini jannatga kirganda rozi bo'ladi. Birodarlar, biz bironta bir xayrli ishni qilsak, bironta bir savobli ishni qilsak, odamlardan qaytishligi uchun qilmaymiz. Ma'qulmi? Alloh azza va jalla bandalarni yaratdi. Bandalar Robb subhanahu va taoloni zikr qilishlari uchun, Parvardigorlariga shukr qilishlari uchun. Lekin odamlarning ko'pchiligi buni o'rniga Allohdan boshqaga ibodat qilishdi, Allohdan boshqasiga shukr keltirishdi. Chunki odamlarning ko'pchiligining tabiatida nonko'rlik, noshukrlik, kufron ne'mat degan narsa bor. Odamlarning ko'pi nonko'r bo'ladi. Agar birodar sen shunga o'xshagan odamlarga ro'baro bo'lsang, shunga o'xshagan odamlarga saxovat qilsang, ihson qilsang, yaxshilik qilsang, uni bilishmasa, qadrlashmasa, past sanashsa, unutishadigan bo'lsa, bu ham yetmagandek, seni shuncha yaxshiligingdan foydalanib turib, senga adovat qilayotgan bo'lsa, gina kudurat hasad qilayotgan bo'lsa, adovat quroldan senga qaratib toshlar otayotgan bo'lsa, xafa bo'lma. Sen ularga faqat yaxshilik qilding xolos. Astagfirullah. Va ma naqamu illa an aghnahumullohu va rasuluhu min fadlihi. Ular munofiqlar deydi Alloh Qur'onda. Faqatgina Alloh va uning payg'ambari ularni o'z fazli karamidan boy badavlat qilib qo'ygani uchungina Alloh va rasulini yomon ko'rishdi. Munofiqlar nima uchun yomon ko'rishdi? Yaxshilik qilib qo'yilgani uchun. Albatta har qanday odam bilan gaplashib o'tirsangiz, hayotida shunga o'xshagan nonko'r odamga uchraganligini gapiradi. Falon ishlarni qilganman, falon deb bir yaxshiliklarim foydam tekkan, lekin u menday qilib ketdi. Ota o'zini o'g'lini unib o'sish uchun hamma narsani muhayyo qilib berdi. Yedirdi, ichirdi, kiyintirdi. Bolam uxlasin deb o'zi uxlamadi. Bolamni qorni to'ysin deb o'zi och qoldi. Bolasi rohatlanish uchun o'zi mashaqqatga kirdi. Ta'lim tarbiyasiga e'tiborli bo'ldi. Bola ulg'aydi. Bilagiga quvvat kirdi. Bo'yi cho'zildi. Mana endi kuch-quvvatga to'lgandan keyin otasiga quturgan itdek tashlanadigan bo'ldi. Otasiga bepisand bo'ldi. Ota uchun turgan bitgani mashaqqat bo'ldi. Shunday qilib bu bola otasiga, qiblagohiga oq bo'ldi. Qarang, o'zini otasiga oq bo'ldi. Otasiga nonko'r bo'ldi. Nima uchun? Chunki tabiatida mana shu nonko'rlik degan sifat bor. Buzuq, noshukur, nonko'r tabiatli odamlarga qilgan yaxshiliklaring kuyib ketadigan bo'lsa, birodar, xotirjam bo'l. Bu qilgan ishingning mukofotini xazinalari bitmas tuganmas bo'lgan Allohning huzuridan umid qil. Ajri savoblarni kutgin. Biz bu gaplarimiz bilan shunaqa yomon tabiatli odamlar bor, shuning uchun ularga hech qachon yaxshilik qilmanglar, umuman yaxshilikdan to'xtanglar demoqchi emasmiz. Aslo. Biz bu so'zlarimiz bilan ana shu yaxshiliklarni qilganingizdan keyin odamlardan minnatdorchilik, shukr, rozilik kelmaydigan bo'lsa, xafa bo'lmang. Chunki shunaqa odamlar borligini eslatib qo'ymoqchimiz xolos. Birodan minnatdorchilikni kutma. Birodan shukrni kutma. Kutma birodan yaxshilikni. Shunda ular nonko'rlik qilsa, xafa bo'lmaysan, chunki kutmagansan, shunga tayyorsan. Yaxshiligini qadrlashmasa, xafa bo'lmaysan, tayyorsan, bilasan odamlar tabiatini. Endi mabodo birontasi seni minnatdorchilik bildirib qoladigan bo'lsa qilgan yaxshiligingga, bu narsa sen uchun surpriz bo'lib qoladi. Tushunarlimi? Shu yerda siz yaxshilik qilib turib, o'zingizni xuddi mana yonib turgan lampochkaga qiyos qilib oling. Lampochkaning ichidagi volframi qizib yorishadi, yonadi, tashqariga issig'i ham, yorug'i ham tegadi, lekin uni o'rab turgan shishasi unga shamollarni, boshqa narsalarni ta'sirini yetkazmaydi. Uni ishi yonish, yorug' tarqatish, isitish. O'zini ishini qiladi, ustidagi shisha unga tashqaridan bo'ladigan ta'sirlarni to'sib turadi. Yaxshilik qilavering, yorug'ingiz chiqsin, issig'ingiz yetsin, odamlarga manfaatingiz yetsin, ulardan keladigan narsaga parvo qilmang, birodar. Yaxshilikni Allohning yuzi uchun qiling. Shunda har qanaqa holatda ham siz nimada bo'lasiz? Siz yutuqda bo'lasiz. Qilayotgan yaxshiligingiz faqat Allohning roziligi uchun bo'lsin. Yaxshilik ko'rgan odam nonko'r bo'lsa xafa bo'lmang.
Chunki siz kim uchun qildingiz? Alloh uchun. Undan qaytish uchun emas. Astagfirullah. Va ma as'alukum alayhi min ajr. In ajriya illa ala robbil alamin. Men degan payg'ambarlar. Bu da'vatim uchun sizlardan ajr mukofot so'ramayman. Meni ajr mukofotim faqat barcha olamlarning parvardigori bo'lgan Allohning zimmasidadir. Musulmon odam odamlardan kutmaydi. Astagfirullah. Qul ma sa'altukum min ajr. Ayting, men sizlardan bironta bir ajr mukofot so'rayotganim yo'q. Fa huwa lakum. Ya'ni men sizlardan biron bir ajr mukofot so'ramasman, shu mukofot sizlarga bo'lib qolaversin. In ajriya illa alalloh. Meni ajrim Allohning zimmasida. Va huwa ala kulli shay'in shahid. Alloh barcha narsaga guvohdir. Demak, yaxshilik qiling, bandalardan kutmang. Shunda qaytmasa, tayyorsiz bunga. Mabodo minnatdorchilik qaytib qolsa, bu sizga surpriz bo'ladi. Undan tashqari Allohga hamd sano aytgan birodar sen. Chunki seni Alloh taolo muhsinlardan qildi. Seni Alloh taolo ato qiladiganlardan qildi. Anavilarni esa ulardan qilmadi. Allohga hamd ayt birodar. Chunki bergan qo'l baland bo'ladi, olgan qo'l past bo'ladi. Alloh seni oliy qo'llardan qildi. Kutma minnatdorchilikni. Astagfirullah. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala shakura. Biz sizlarni yolg'iz Allohning yuzi uchun taomlantiramiz. Sizlardan bu ishimiz uchun biron mukofotni ham, minnatdorchilikni ham kutmasmiz. Bilasan, Alloh uchun qilish kerakligini. Bilasan, odamlarda aksariyati nonkor, noshukur bo'lishini bilib turib, ba'zida xafa bo'lib qolasan odamlardan. Qaraya deydi. Rossiyadan kelayotgan odamlar, o'sha Rossiyada yashayotgan odamlar uni mashinasiga o'tkazib, aeroportga olib kelib kuzatib qo'yadi. Endi hali o'zini yurtiga kelib olgan, telefon qilib turib, "Rahmat birodar, yetib oldim" deb telefon qilib qo'ymaydi. Bo'ladi, qo'l ko'tarib qo'yamiz shunga duch kelganlar. Ya'ni o'zingizlar ham kelib, "Men yetib oldim" deb rahmat aytmaganlar qo'l ko'tarib qo'yamiz. Endi nariga odam, o'sha Rossiyadan sizni kuzatib qo'ygan odam xafa bo'ladi. "Biroq yetib oldim" deb qo'ymadi-ya deydi. Ana, agar siz o'sha nariga Rossiyadagi odam bo'lsangiz, kutmang shuni. Agar siz Alloh uchun qilgan bo'lsangiz, kutmaysiz uni. To'g'rimi? Inson tabiatida mana shu nonko'rlik, noshukurlik degan narsa bo'ladi. Shunga tayyor turaylik birodarlar. Voqea qissa bir kambag'al kishi qarzga botib ketdi. Ishlari to'xtab qoldi. Boshi qotdi. Nima qilishini bilmasdan shunday bir mushkullar ichida turgan paytda, eski do'stlardan bittasi qo'ng'iroq chalib qoldi. Hol-ahvol so'radi. Bekar ekanligini eshitib turib bu do'stini aytdiki, "Menga bir ishonchli odam kerak. Bir ish bor. Senga ishonaman. Menga ishlamaysanmi?" dedi. Boya kambag'al, "Nima ish qilaman?" dedi. U do'sti aytdiki, "Ofisda o'tirasan kechgacha. Senga har kuni 100 ming so'm pul olib kelib berishadi. Seni ishing olib, sanab, tahlab tartibga keltirish va kechki payt men borganimda yarmini menga berish, yarmini o'zingga olib qolish" dedi. Mana shu ish dedi. Zo'ra ko'ndi, ozgina vaqt o'tdi, ishini bajaryapti. Keladi ofisga, kechki payt pulni olib kelib beradi, o'tirib tekis qilib tahlab sanaydi, qabul qiladi, ikkiga bo'ladi-da, yarmini bu do'stiga beradi, yarmini o'ziga oladi. Qarzlar uzilishni boshladi ozgina vaqt o'tgandan keyin. Ishlar oldiga qarab yurdi, puli tabiiy ko'paydi, mashina oldi, uylarini to'g'riladi, birar yil vaqt o'tdi. Keyin o'yga to'lib qoldi. Siqilib qoldi. Kayfiyatlari yomon bo'lib qoldi. Ayoli buni sezib turib, "Nima bo'lyapti sizga?" dedi. Deganida aytayaptiki, "Hayotim og'ir edi. Mana endi hammasi yaxshi bo'lib ketdi. Har kuni ishga kelaman, pulni olib sanayman, ikkiga bo'laman, yarmini unga beraman, yarmini o'zim olib qolaman" dedi. Xotini, "Yaxshi-yu ishingiz. Buni nimasi yomon? Nimaga qayg'uryapsiz?" desa,
Men bitta narsaga hayronman dedi. Men bitta narsaga hayronman. Axir nima uchun pulni yarmini unga berishim kerak? Tabiatida nima bor? Nonko'rlik bor. O'sha 2000 so'mga ishlashlikka rozi edi oshnangiz. Birodar, 2000 so'mga ishlayotdi. Keyin ish yurib 2000 so'm ko'zga pul bo'lib ko'rinmay qo'ydi. Chunki tabiatda nima bor edi? Nonko'rlik bor edi. Ma'qulmi? Demak, birodarlar, nonko'rlik, noshukrlik insonning zaifligini bir ko'rinishi. Bir inson noshukur, nonko'rmi? Demak, tabiati zaif, tabiati nochor. Ammo oliyjanob insonlar tabiati zaif bo'lmaydi. Oliyjanob insonlar nonko'r bo'lmaydi. Demak, pastkash odam ekanmi bu? Undan xafa bo'lma. Bunaqalar haqida Alloh taolo nima degan? Alloh azza va jalla bunaqa nonko'r odamlar haqida nima degan edi? Astagfirullah. Va idza massal insana durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima. Qachon inson zotiga biron ziyon musibat yetsa, yotgan holida ham, o'tirib ham, turib ham bizga duo iltijo qiladi. Ishi tushganda duo qiladi Allohga. Allohni eslaydi. Falamma kashafna anhu durruhu, qachonki biz uni ustidagi zararni ko'tarsak, marra ka'allam yad'una ila durrin massa. Go'yo hech qachon o'ziga zarar va musibatdan bizga iltijo qilmagandek yuzaga kirib ketur. Kadalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Isrofgarlarga qilgan amallari mana shunday chiroyli qilib ko'rsatib qo'yildi. Kemaga chiqishdi. Ana shu mushrik qavm. Dengiz to'lqinlanib kema cho'kishga yaqin bo'lganda xolis Allohga duo qilishdi. Parvardigor, esalomon bizni quruqlikka chiqarsang, senga shukr keltiruvchilardan bo'lamiz. Alloh taolo ularni quruqlikka esalomon chiqargandan keyin xuddi Allohga duo qilmaganda yana mushrik holda ketishaverdi. Jihodda shahid bo'lgan musulmonlar haqida Amir al-Mu'minin Umar ibn Xattob so'radi. Kimlar edi o'ta shahid bo'lgan odamlar? Falonchi, falonchi, falonchilar, yana siz tanimagan, bilmagan kishilar deb javob berildi. Shunda Amir al-Mu'minin ko'zlari yoshlanib turib, lekin Alloh ularni taniydi dedi. Ma'qulmi birodar? Sizni qilgan yaxshiligingizni Alloh biladi. Agar odamlardan qaytmasa xafa bo'lmang, chunki insonlarning tabiatida mana shu nonko'rlik, noshukrlik bor. Bir solih odamning uyiga ikkala ko'zi ko'r bo'lgan tilamchi kelib hojat so'radi. Eng qimmat taomni olib chiqib hali ko'rdi qo'liga berdi. Eng qimmat ovqat. Qattiq non bersa ham bo'laveradi. Shunda bu solih kishining ahli, "Ha bu ko'r odam unga nima berganingizni bilmaydi-yu" deganida, "Lekin Alloh biladi-yu" dedi. Modomiki qilgan yaxshiliklaringizni Alloh bilishiga iymoningiz komil ekan, bas odamlardan mukofotni kutmang. Bir odamga qalam hadya qilsang, keyin shu ahmoq odam seni shu qalam bilan ustingdan yumaloq xat yozsa, xafa bo'lma. Sen bergan shu qalam bilan seni masxara qilib bir she'r yozsa, haji yozsa, xafa bo'lma. Oqsab ketayotgan odamga tayanib yursin, qo'y-po'yini haydasin deb bir tayoq bersang, bir kun kelib shu tayoq bilan boshini urib yoradigan bo'lsa, bundan hayron bo'lmagin. Chunki innal insana li robbihi lakanud va innahu ala zalika la shahid. Chunki inson Robbisiga nonko'r, noshukur va o'zi bunga guvoh. Allohning shuncha son sanoqsiz ne'matlarini ko'rib turib ham Allohga nonko'rlik qilganidan keyin sen qilgan yaxshiligini bilmasa, nimaga xafa bo'lasan? Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Biz ko'proq nimadan xafa bo'lishimiz kerak? Odamlarda nonko'r, noshukurligidanmi? Yoki odamlarda tabiatini bilmaganligimizdanmi? Qaysinisidan ko'proq xafa bo'lishimiz kerak? Ularning noshukurligidanmi yoki o'zimizni bilimsizligimizdanmi? O'zimizni bilimsizligimizdan xafa bo'laylik. Chunki buni tuzatsa bo'ladi-da. Mana bilib oldik. Odamlardan qaytishi kutilmas ekan, bo'ldi. Ularni tabiatini o'zgartira olmaysan, lekin sen o'zingni o'zgartira olasan. Nima qilmagin birodar? Odamlardan rahmatni, odamlardan minnatdorchilik kutmagin. Chunki nonko'rlik kafaniga o'ranib olgan insonlar Alloh taoloning son sanoqsiz ato qilib qo'ygan ne'matlarga noshukrlik qilyaptimi? Endi sen bilan men ulardan nimani kutishimiz kerak? Ular sen bilan menga qanday muomalada bo'lishligi kerak? Shuning uchun birodar, yaxshilikni qil, Allohdan ajrni kut, birovdan shukrni kutma. Saodatning sabablaridan 6-si birovdan
shukurni. Saodatning sabablari. 7-sabab boshqalarga ihson qilish qalbning yorashishidir. Go'zallik o'z ismidek bo'ladi. Ma'ruf o'z rasmidek bo'ladi. Yaxshilik o'zining ta'midek bo'ladi. Odamlarga yaxshilik qilishdan, ularga ihson qilishdan, ularga xursandchilik ulashlikdan birinchi bo'lib kim foyda oladi, bilasizmi? Avvalambor mana shu yaxshilikni qilgan odamni o'zi. Ana shu ihsonini, saodatini odamlarga ulashgan kishini o'zi birinchi foyda topadi bundan. Odamlarga yaxshilik qilayotgan, ularga xursandchilik, saodat tarqatayotgan insonlar bu qilgan savobli amallarining mevalarini avvalambor o'zlarining nafslarida his qilishadi. O'zlarining xulqlarida topishadi. Zamirlarida bu narsani ko'rishadi. Odamlarga yaxshilik qilganda birodar, qalbini yorishganini, osuda bo'lganini, sakinatli bo'lganini, orom topganini ko'rasan. Eslang-da, qiylanib turgan odamga bir yordam qildingiz. Hali odam ketdi, pulingizni olib ketdi. Lekin xuddi pul olgandek maza qilasiz. Siz katta yo'lga chiqa olmasdan kichkinaroq mashina turibdi. Hech kim yo'l bermayapti katta yo'lda ketayotganlar. Shunday sekinladingizda, bunday farani yoqib qo'ydingiz. Hali odam shunday burildi-da, avariyani yoqdi. Bilasizmi? Uje xursand bo'lishni boshlaysiz. Avariyani yoqib qo'ydi, yaxshilik qilganligingizdan quvonch hosil bo'ladi. Va mana shu quvonchni paydo bo'lgani Alloh sizdan rozi bo'lganligini bitta belgisi. Alloh rozi bo'ladigan ishni qildingiz, qalbingizga quvonch kirdi. Shuning uchun birodar, agar boshingga biron bir g'am tashvish kelib qoladigan bo'lsa, birovni topib turib yaxshilik qilib qo'ygin. Ihson qilgin. Go'zal ishni bajar, shunda qalbingda yengillikni topasan, rohatni. Mahrum odamga biror narsani ber, mazlumga yordamchi bo'l, ochga taom ber, kasalni ziyorat qil, mashaqqatga kirgan insonga ko'mak ko'rsak. Shunda sen saodat o'rab olganligini his qilasan. Mavzuyimiz qanaqa bo'ldi? Boshqalarga yaxshilik qilgan inson avvalambor bu yaxshiligidan o'zi foyda oladi. Qalbi yorishadi. Odamlarga yaxshilik qilishlik xuddi mushukka o'xshaydi. Mushuk ambarga o'xshaydi. Mushuk ambarni ko'tarib ketayotgan odam ham foydalanadi undan. Sotib olgan ham foydalanadi. Uni sotayotgan ham foydalanadi. Mushuk ambarda oldidan o'tib ketayotgan odam hidab foydalanadi. Mushuk ambarni turgan bitgani yaxshilik. Yaxshilik qilishda ham xuddi shu narsani o'zi. U yaxshilikni qilgan ham, yaxshilikni olgan ham, yaxshilikka guvoh bo'lgan odam ham bu narsadan huzurni topadi. Odamzod yer yuzida yashab kelar ekan, turli zamon va turli makonlarda yashagan. Ana shu zamonlarda, makonlarda yashagan, turli zamon va makonlarda yashagan turli xalqlar shu narsani ta'kidlashgan. Bitta haqiqatda hammasi bir xil ta'kidlagan. Aql ham, naql ham, fitrat ham shunga dalolat qiladiki, Allohga iymon keltirish va odamlarga ihson qilish har qanday yaxshiliklarni jalb qiluvchi sabablardan. Buni ziddi esa har qanday yomonliklarni jalb qiluvchi sabablardan. U gapni gapirgan odamlar qaysi zamonda, qaysi makonda yashagan bo'lmasin, millati qanaqa bo'lmasin, urf-odati qanaqa bo'lmasin, bitta haqiqatda hammasi bir xil aytgan ekan. Allohga iymon keltirgandan keyin inson boshqalarga yaxshilik qilar ekan, unga faqatgina yaxshilik keladi. Endi Allohga iymon keltirmasa, haloyiqqa zulm zo'ravonlik qiladigan bo'lsa, bu insonda boshiga faqatgina yomonliklarni jalb qiladi. Bugungi darsimiz saxovat haqida desak ham bo'laveradi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam saxiy inson bilan baxil insonni zarbul masal qilib dedilar. Saxiy va baxil ustiga jubba kiygan ikkita odamga o'xshaydi. Ikkita odam ustiga jubba kiygan, sovut kiygan. Saxiy pulini sarf qilgani sari jubbasi va temir sovuti kengayib, o'zi ichida yo'q bo'lib ketib qoladi. O'zi yo'q deb bo'lib qoladi ichida. Baxil esa ziqnalik qilgani sari sovuti qisilib, joni chiqqudek bo'ladi. Mana baxil inson, saxiy inson. Odamlarga yaxshilik ulashadigan inson, odamlarga shu yaxshilikni qilmaydigan odam. Ikkalasi sovut kiygan odam. Endi shu sovutni dunyo hayoti deb tasavvur qilinglar-da. Inson boshqalarga yaxshilik qilar ekan, haligi sovuti kengayib ichida yo'q bo'lib ketyapti-yu.
Xuddi shunga o'xshagandek, saxiy insonga dunyo keng bo'ladi. Dunyo yorug' bo'ladi. Dunyo sakinatli bo'ladi. Ammo baxil odam baxillik qilar ekan, sovuti qisib uni nafasini bo'qqandek, dunyosi uni qisib qo'yadi. Maqolda aytiladi: baxil avliyo bo'lmas, avliyo baxil bo'lmas. Baxil avliyo bo'lmas, avliyo baxil bo'lmas. Hech kim o'zini baxil deb bilmaydi. Ma'qulmi? Xo'p, mana bir hafta o'tdi, Ramazon bo'lyapti mana. Nimani ihson qildingiz? Nimani tarqatdingiz? Nimani berdingiz? Kimga xizmat qildingiz? Kimga xursandchilik bag'ishladingiz? Sotgan narsangizga xursandchilik demang. U xursandchilik qilmadingiz, u pulga sotib oldi. Siz o'zingizni saxiy yoki baxil ekanligingizni bilmoqchi bo'lsangiz, qarang. Olayotganingizda qanday yengil his qilsangiz o'zingizni, berayotganda ham shunday yengil his qilasizmi? Olish qanday yoqimli bo'lsa, berishingiz ham shunday yoqimlimi? Demak, siz saxiy ekansiz. Endi aksi bo'lsa-chi? Olayotganda juda ham yengilsiz, o'zingizni juda ham yaxshi his qilasiz. Berayotganda-chi? Tushunarlimi? Qo'lida davlat ko'proq bo'lgan akalar, Alloh sizlarga qanday ihson qilgan bo'lsa, haloyiqqa shunday ihson qilishinglar kerak. Va ahsin kama ahsanallohu ilayk. Alloh taolo Qur'onda aytadi: Alloh senga qanday ihson qilgan bo'lsa, sen ham shunday ihson qil. Dollar topgan bo'lsang, ihsonni ham dollarda qil. Birodar, olayotganda qanday his qilyapsiz o'zingizni? Endi berayotganda ham shunaqa his qiling-da. Buni samarasini ko'rasiz. Baxil avliyo bo'lmas, avliyo baxil bo'lmas. Yana baxil bo'lma, saxiy bo'l, o'smog'ingga to'g'ri yo'l degan maqolam bor ekan. Saxiy inson faqat o'sar ekan, baxil inson o'solmas ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Innalloha fi awnil abdi ma dama al-abdu fi awni akhihi." Sahih hadis. Modomiki bir mo'min boshqa bir mo'minning yordamida turar ekan, Alloh bu bandaning yordamida turadi. Siz birodaringizni xursand qilaman deb, mushkulini yengil qilaman deb, muammosini hal qilishga yordam beraman deb yonida turing, sizni yoningizda Robbingiz turadi. Chunki birodarlar, aniq ravshan qoida bor. Mukofot amal jinsidan bo'ladi. Qaysi yaxshilikni qilgan bo'lsangiz, sizga shu yaxshilik qaytadi. Nimani eksang, shuni o'rasan. Nimani eksang, shuni o'rasan. Darsimizning mavzusi nima edi? Birovlarga yaxshilik qilishlik qalbning yorishishidir. Ammo biz shunaqa zamonda yashayapmizki, bu sizning muammoingiz degan falsafa odamlar orasida yoyilib ketyapti. Sizga holatini aytdi, ya'ni sizga aytdi, chunki siz shuni hal qilib bera olasiz. Siz ozgina harakat qilsangiz, bir qadam bossangiz, mushkulasi hal bo'ladi. Kelib sizdan yordam so'rayapti. Mushkulaga kirgan odam yordam so'rayapti, siz hal qila olasiz. Bu sizning muammoingiz, ukaxon deysiz. Endi Alloh taolodan kutavering. Sizga ham Alloh taolo bir muammoni beradi. Agar hal qilib qo'yganingizda, bor muammoingizni Alloh hal qilib qo'yar edi. Aniq, ravshan qoida, mukofot amalning jinsidan bo'ladi. Nimani eksang, shuni o'rasan. Faqir insonga xursandchilik ulashdingmi? Robbingdan kutaver xursandchilikni. Mashaqqatga botib qolgan odamni mushkulasini yengil qildingmi? Robbing seni mushkulingni oson qilishini kutaver. Kambag'al odam 5000 so'mga boshi osmonga yetadi. Sen uchun 5000 so'm katta pul emas. Seni boshing nechta pul bilan osmonga yetadi? O'shini beradi Alloh. Ma'qulmi? Birodarlar, biz o'sha musulmonlarga to'g'ri kelmaydigan g'arbni, sharqni dunyo qarashi falsafasidan ta'sirlanib qolyapmiz, xolasak, xolamasak. Chiqolmay turibdi mashinadan boya aytyapmiz-ku. Uni problemasida u. Men glavniy yo'ldaman. Men mashinada kelyapman, men glavniyman. Bunday qilib turibdi. O'tib ketaveradi endi. Nimaga? Kichkinaroq mashina ekanda. Agar katta mashina bo'lganda nima qiladi? To'xtab.
ko'zingizga qo'lingizni qo'yib turib, engishib turib, o'tiring deb turib ishora qilasiz. O'shuning uchun biz ham hayotda hayot degan mashinamiz ko'p probkaga kirib qolyapti-da. Hayot degan yo'lda o'ydim chuqurlarga ko'p tushyapti-da mingan mashinamiz. Nima uchun? Odamlarga yaxshilik qilishlik degan narsa bizning shiorimiz bo'lmay qolyapti. Nimani aysang, shuni o'rasan. Fohisha ayol. Bir marta zino qilgan ayol emas, fohisha ayol. Zino gunoh kabiralardan. Mana shu zinoni o'ziga kasb qilgan fohisha ayol chanqab turgan itga kavushida suv olib, tumshug'iga tutib ichirib sug'orib qo'yuvdi. Alloh taolo shu ayolni qilgan ishini mukofotladi. Shu itni muammosini hal qilib qo'yganiga Alloh taolo buning muammosini hal qildi, gunohini kechirib yubordi. Fohisha itga suv beryapti. It najosat. Fohisha ayol. Lekin o'rtada qilinayotgan yaxshilikni Alloh taolo qanday mukofotlayapti, birodarlar? Endi siz mo'min bo'lib turib, o'zingizga o'xshagan mo'minlarga yaxshilik qilsangiz, Robbingizdan qanday qaytmasin? Mana shu qilgan amali bu ayolning kengligi osmonlar yerdan keng bo'lgan jannatga kirishiga sabab bo'lmadimi? Birodarlar, qo'l boyligi qalb boyligiga dalolat qiladi. Qo'lning saxovati qalbning saxovatiga dalolat qiladi. Yo'q bo'lib bera olmayotgan bo'lsa bir gap, lekin bo'lib turib bera olmayotgan bo'lsa bu boshqa gap. Tushunarlimi? Bu safargi osh mendan deb qo'yganmisiz bir rahmatdan? Qo'l ko'tarmanglar. Xiyansizlar albatta, yaxshi gumon qilamiz. Mendan bu safargisi. Mehmonimsizlar deganmisiz? Deb turib yomon xursand bo'lasiz. Buni qilgan odam biladi. Agar mana shu baxil insonlar, odamlarga yaxshilik qilmaydigan insonlar, qurumsoq insonlar, odamlarga bir narsani berishlikni, ihson qilishlikni aslida baxt ekanini bilishganida edi, bunaqa xayrli ishlarga shoshilishgan bo'lar edi. Birodarlar, ihson qilish, odamlarni xursand qilish, ularda qalbiga quvonch kirgizishlik baxt. Buni qilib ko'rgan odam biladi. Alloh azza va jalla aytadi. Astagfirullah. In tuqridulloha qardan hasana yudha'ifhu lakum va yaghfir lakum vallohu shakurun halim. Agar sizlar Allohga qarzi hasana bersangizlar, ya'ni kambag'al bechoralarga yaxshilik infoq ihson qilsanglar, u zot sizlarga bir necha barobar qilib qaytarur va sizlarni mag'firat qilur. Alloh o'ta shukr qilguvchi va halim bo'lgan zot. Bandalarga qilingan ihson, yaxshilik Allohga berilgan qarzi hasana. Kim muhtojlarga, kambag'allarga yaxshilik qilib ihson qilsa, Allohga qarzi hasana bergan bo'ladi. Alloh bera olmay qoladigan zotmi? Alloh qarzini uzolmay qoladigan zotmi? Chunki savoblarni ato qiluvchi bo'lgan Alloh ash-shakur, al-jamil bo'lgan zot. Alloh taolo go'zallikni yaxshi ko'radi. Al-jamil bo'lgan zot. U al-g'ani, al-hamid bo'lgan zot. Ana payg'ambarlarning tarixiga murojaat qilamiz. Bitta qilgan yaxshiligiga Alloh taolo qancha ziyoda qilib ne'matni shukrini ado qildi. Musa alayhissalom Misrda bir qibtiyni beqasddan bir urib o'ldirib qo'ydi. Keyin Misrdan qochib ketishlikka majbur bo'ldi. Madiyanga kelganida Madiyan xalqi o'zlarining chorvalarini sug'uradigan bir joyda o'tirdi. Daraxtning soyasiga borib, daraxtga suyanib soyasida o'tirdi. Shunda odamlar kelib qo'ylarini, chorvalarini, tuyalarini sug'orib ketyapti. Ikkita qiz 10 tami, 20 tami qo'yini suvga kelsa to'sib, odamlarning chorvalariga aralashib ketmasligi uchun qaytarib turibdi. Ayol kishi bo'lganligidan, qiz bola bo'lganligidan erkaklarga aralashib xolamasdan turganini ko'rib, Musa alayhisalom turdida qo'ylarni sug'orib, qaytarib olib borib berdi. Bu qilgan yaxshiligi Alloh uchun edi. Mukofot qanaqa bo'ldi? Bu ikki qiz Shuayb alayhisalomning qizlari edi. Mana shu bitta qilib qo'ygan yaxshiligi Alloh taolo Shuayb alayhisalomga kuyov qildi, Musa alayhisalomni. Va 10 yillik uy-joy bilan Alloh taolo mukofotlab taqdirlab qo'ydi. Kimga kuyov bo'ldi?
Payg'ambarga kuyov bo'ldi, uyli joyli bo'ldi. Tushunyapsizlarmi, birodarlar? Odamlarga yaxshilik qilish qoida. Bugun shu qoidani olib chiqib ketinglar. Odamlarga yaxshilik qilish g'am qayg'uni ketkazib, saodat va xotirjamlik olib keladigan sabablardan hisoblanadi. Qaytaramiz. Odamlarga yaxshilik qilish g'am qayg'uni ketkazib, saodat va xotirjamlik olib keladigan sabablardan hisoblanadi. Kunda bitta yaxshilik qilib qo'yish mumkin. Kunda bitta yaxshilik qilib qo'yish mumkin. O'sha bitta odam yo'l berib qo'ydingiz. Qo'shilib oldi, yaxshilik. Bo'ladimi? Bo'ladi. To'xtab turdingiz, chiqib qo'shilib ketguncha yoki shu o'zingiz bilasiz. O'zingiz bilasiz. Birodar, agar qo'rquv, xavotir, musibatlar hujumiga duch kelib qoladigan bo'lsang, yaxshilik, saxovat, mehr ko'rsatish bog'iga shoshil. Faqat o'qigan yaxshiliging Allohning roziligi uchun bo'lsin. Haloyiqqa yaxshilik ulash, odamlarga ko'mak ko'rsat, insonlarning xizmatida bo'l. Agar shunday qilsang, qilgan yaxshiligini samarasidan avvalo o'zing foyda topasan. Avvalo qalbing saodat va osudaligini topadi. Keyin esa ana shu mushkullarning hal bo'lishini qarab tur. O'sha mushkulalarning hal bo'lishligini kuzatib tur. Yaxshilik ulash. Ali ibn Abi Talib, Fatima Zahroning kuyovi. Ali roziyallohu anhu Fatima Zahroning kuyovi. Fatima onamiz onor egisi keldi. Ali ibn Abi Talib faqir bo'lgan. Puli yo'q. Bitta onorni eplab oldida uyiga kelyotdi, yo'lda bir tilamchi so'radi. Alloh uchun. Alloh uchun berdi. Bitta onor, boshqa puli yo'q. Uyiga keldi, onor kutib o'tirgan Fatima Zahro onor dedi, onor yo'q. Bir tilamchi so'radi, berdim dedi. Shu gap tugamadi ham, Ali ibn Abi Talib eshigini biroq taqillatib qoldi. Chiqib qarasa bir odam, qo'lida xalta. Ali roziyallohu anhuga uzatib turib, bu Allohdan Rasulullohga keldi, Rasulullohdan sizga jo'natildi dedi. Allohdan Muhammad alayhisalomga keldi, Muhammad alayhisalomdan Ali ibn Abi Talibga yuborildi. Shunday oldi, ochib qarasa onor. To'xtab turdi, sanadi. 9 ta ekan. Deymiz biz? Yo'q. Biz jon deymiz 2 taga ham. Ali ibn Abi Talib to'xta dedi. Bu Allohdan payg'ambarga, payg'ambardan mengami? Ha. Sanadi 9 ta. Unda yana bitta bo'lish kerak dedi. Bu men sizni sanamoqchi edim deb, shu bitta onorni olib qo'yganida chiqarib berdi. Qayoqdan bildingiz 10 taligini deganida, axir sen Alloh taoloning manja bil hasanati falahu ashru amsalha oyatini eshitmaganmisan? Kim bitta yaxshilik qilsa, unga 10 barobar qilib qaytariladi. Eshitmaganmisan shu oyatni? Biz ishona olmaymiz, bizning iymonimiz zaif. O'shuning uchun berib olmaymiz. Biz o'zi 10 so'm turganda 2 so'mni bersa katta ish. Hali o'zimiz muhtoj bo'lib turganda berishni qo'yinglar. Sultonlardan biriga bir orif kishi dedi: Allohning ihsoniga ega bo'lgan banda haloyiqqa boshqalardan ko'ra ko'proq ihson qilishi lozim. Ko'proq oldingmi boshqalardan ko'ra Allohning ihsonini, sen ko'proq ihson qilgin. Zimmangdagi haqlarni ado qilish bilan o'zingdagi ne'matlarni davomiy turishini ta'minlab olgin. Ustingdagi haqlarni ado qilganda ne'mating doim turishligini kafolatlab olgin. Ey, qo'lida davlati bor odamlar, sizlarning qo'linglardagi ne'mat, davlat boshqalarga berilmadimi? Endi boshqalarning mana shu ne'matda haqqi bor. Va fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ularning deydi Alloh taolo o'zini solih mo'min bandalarni maqtab. U bandalarimning mollarida mahrum va so'rovchilarning haqqi bor deydi. Berasiz, infoq qilasiz, yaxshilik qilasiz, turadi pulingiz ko'payib. O'shuning uchun eskidan ota-bobosi boy bo'lib kelgan odamlar nimaga eskidan ota-bobosi boy bo'lib kelgan uni? Chunki zakotini bergan, sadaqasini bergan, haloyiqqa yaxshilikni qilgan, o'shuning uchun o necha pokoleniya boy. Endi bir ba'zi boylarni ko'rasiz, loppati yondi, loppati o'shdi. Nimaga? O'sha moli dunyosini boshqalarga infoq qilishlik bilan kafolatlab qolmadi. Yangi boylar eshitib qo'yinglar shu narsani. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khulla wala shafa'a
val kafiruna humuz zolimun. Ey mu'minlar, na oldi sotdi, na oshna og'aynigarchilik va na oqlov bo'lmaydigan kun kelishidan ilgari hayotda dunyoda sizlarga rizq qilib bergan narsalarimizdan infoq ihson qilinglar. Val mutasaddiqina val mutasaddiqat a'addallohu lahum mag'firatan va ajran azima. Alloh taolo mu'minlarni maqtab aytadi, xayr va sadaqa qiluvchi erkaklar va xayr va sadaqa qiluvchi ayollar, ular uchun Alloh mag'firat va ulug' mukofot, jannat tayyorlab qo'ygandir. Faqat bu qilgan yaxshiligimiz xolis Allohning roziligi uchun bo'lishi kerak. Agar xolis qilsangiz, shunda mukofot. Shuncha qilsam ham kelmayapti-yu, ularlar. Demak, xolis bo'lmayapti ekanda. Biz havodan olib gapirmayapmiz-da. Va man yuqashuha nafsihi fa ulayka humul muflihun. Kimki o'z nafsining baxilligidan saqlana olsa, bas ana o'shalar najot topuvchidirlar. Mana Baqaraning boshida keladi oyatlar. Va mimma razaqnahum yunfiqun. Kim? U shunday insonlarki, biz rizq qilib bergan narsadan infoq qiladi. Ulaika ala hudan min robbihim. Ana o'shalar Parvardigorlari tarafidan bo'lgan hidoyatdagi insonlar. Va ulaika humul muflihun. Va o'shalar najot topuvchilar. Alloh taolo hadis qudusida aytadi: Ya ibn Adam, anfiq unfiq alayk. Ey odam bolasi, infoq qil, men ham senga infoq qilaman. Siz berasiz, keyin Alloh beradi. Siz Alloh uchun berasiz, keyin Alloh sizga beradi. Xulosa, odamlarga yaxshilik qilish, g'am qayg'uni ketkazib, saodat va xotirjamlik olib keladigan sabablardan hisoblanadi. Odamlarga qilingan yaxshilikdan birinchi bo'lib kim foyda oladi? Shu yaxshilikni qilgan insonning o'zi. 7-sabab, boshqalarga ihson qilish. Inson 3 ta kunda bo'ladi. Kechagi kun, bugungi kun, ertangi kun. Demak, o'tmish haqida gaplashdik. O'tgan kunni esdan chiqar, xulosasini ol, uni unut. Ikkinchisi, seni kuning bugungi kun. Ertangi kun ham emas, kechagi kun ham emas, ayni bugungi kun seni kuning. Sen bugun borsan, bugun yasha. Agar tong ottirgan bo'lsang, kechki vaqtni kutma. Bugungi kuning bilan yasha. Yaxshi yomoni bilan o'tib ketgan kechagi kun bilan emas. Hali kelmagan ertangi kun bilan emas. Ayni bugungi kuning bilan yashagin. Chunki kechagi kun o'tdi, ketdi, endi u yo'q. Ertangi kun hali kelmadi, u ham yo'q. Demak, sen bugun borsan, bugungi kun seni kuning hisoblanadi. Ustingda bugungi kunning quyoshi porlab turibdi. Ustingda bugungi kunning yorug'i turibdi. Sen bugun yashayapsan. Seni umring shu kungi umr. Bugun borsan, ertaga Alloh biladi. Bormisan, yo'qmisan? Buni bila olmaysan. Shuning uchun bugun tug'ilib, bugun yashab, bugun o'ladigan insondek amal qilib qolishlik kerak. Chunki ertaga deb bo'lmaydi. Birodalar, ertaga degan gap bor yoshlarda. Ertadan Xudo xolasa turnir tortinaman. Ertadan yuguraman. Ertadan matchga qatnayman. Ertadan yo dushanbadan. Birodar, bir hikmatli so'z bor. Ertaga deb nomlanadigan yo'lni tanlasang, bu yo'l seni hech qayer degan mamlakatga olib borib qo'yadi. O'zi 90% o'shadamiz hammamiz, to'g'rimi? Ertadan Qur'onni boshlayman. Ertadan zikrni boshlayman. Ertadan zalga chiqib yugurishni boshlayman. Qachondan? Eng qiyin ish, birodarlar, eng qiyin ish o'zingizni ustingizda olib boradigan ish. Birovni bir ishga buyurish, uni nazorat qilish, qil deyish oson. Ammo sizni ham kimdir boshqarsa oson itoat qilasiz. Ammo o'zingizni boshqarishga nima qilmaysiz? Toqatingiz yetmaydi. Qachondan? Ertadan. Mana qori bolalarimiz Qur'onga o'tib beryapti. Bugungi qorakamiz o'tgan yilgi qorakani mehnatidan foyda olyapti. Tushunarlimi? Demak, jismonan sog'lom bir odam o'tiribdi, figuralari tekis, hamma yo'g'i o'rnida.
bugun shu figura bilan o'tiribdi, chunki kechagi shu yigit mehnat qilib qo'ygandi bugungi mehnatga. Kechagi rahmatulloh ishlab qo'yuvdi, bugungi rahmatulloh uni mazasini totadi. Bugungi rahmatulloh kechagi rahmatullohning mehnatini huzurini totyapti. Tushunyapsizlarmi? O'tgan yilgi masjidimizning jamoati mehnat qilgan ekan, bu yilgi masjidimizning jamoati mana masjidda o'tiribdi. Keyingi yildan boshlaymiz deganimizda nima bo'lardi, domla? Bo'lmasida Ramazon kelmasdan boshladik. Shuninglar birodarlar, ertaga degan yo'lni tanlasangiz, bu yo'l sizni hech qayer degan davlatga olib borib qo'yadi. Birodar, tushuning, sizni tashqaridan kelib birov tuzatib qo'ymaydi. Sizni birov tashqaridan kelib tuzatib qo'ymaydi. Eng qiyin ish o'zingizni ustingizda olib boradigan ish. O'zi qoida borki, har qanday toatning avvaligina mashaqqat. Har qanday ibodatning faqatgina avvali mashaqqat, keyin oddiy bo'lib qoladi. Mana bugun roza tutdik. Kimdir obedgacha qiylandi, kimdir asrda qiylandi. 3 kun, 4 kun, 5 kun bo'ladi qiyinchilik. Keyin nima bo'ladi? Oddiy bo'lib qoladi. Xullas ukalar, yoshligida mehnat qilib qo'yinglar. O'rta yoshga yetganda huzur halovat, qaraganda yetganda rohatga chiqishlik uchun. Agar ukalar hozir rohat degan narsadan foydalanib qo'ysalar, mehnat mashaqqat qaraganinglarga qoladi. O'shuning uchun eskilarning duosi bor. Omi sodda odamlarni yoshligimdan bergan mehnatni qaraganimda bergin. Bugun hozirdan boshlab. Bo'ladimi shuna qilsa? Shuning uchun shu kunda tug'ilib, shu kunning o'zida vafot etadigan odamdek amal qilishlik kerak. Agar shunday qila olsang, birodar, hayoting o'tmishning xavotir va g'am qayg'ularida o'rlashib qolmaydi. Agar shunday qila olsang, kelajakning qo'rquv xavotirlaridan omonda bo'lasan. Shuning uchun bugungi kun bilan ovora bo'l. Hamma g'aming, e'tiboring, o'y fikrlaring mana shu kun uchun bo'lsin. Chunki bugun borsan, ertaga yo'qsan. Bugungi kuningda xushuli namozni, tadabburli tilovatni, qalb unda hozir bo'lgan zikrni, borliq haqidagi tafakkurni, ishlaringdagi tartib intizomni, go'zal axloqni, kuningga rozilikni, tashqi ko'rinishingga e'tiborni va boshqalarga foydali inson bo'lishlikni qoyim qilib qo'y. Ertaga dema, bugun qil. Bugun, ayni bugun shu narsalar bilan ovora bo'l, chunki ertangi kun senga kelmay qolishligi mumkin. Ertaga qoldirma. Sen yashab turgan kuning bugungi kun. Uni soatlarga bo'lgin. Ana shu soatlarini yillarga aylantirgin, daqiqalarni oylarga aylantirgin, soniyalarni kunlarga aylantirgin. Shunda barakat topasan. Shunda kuning qanchalar uzunligini, vaqting qancha ko'pligini qadriga yetasan. Bugungi kunda har bir lahzasida yaxshilik urg'ularni ekib olgin. Go'zal amallarga intilgin, gunohlarga mag'firat so'rab olgin. Shu kunda Robbingni zikr qil, ketishga tayyorgarlik qilib olgin. Shunda sen solih amallar bilan o'tayotgan kuningdan xursand bo'lasan, quvonasan, baxtli bo'lasan. Shunda sen uy joyingdan, ayolingdan rozi bo'lasan, farzandlaringdan rozi bo'lasan, topayotgan daromadingdan rozi bo'lasan, kasb-koringdan rozi bo'lasan, demak baxtli bo'lasan. Chunki birodarlar, baxt bu rozilik demakdir. Astagfirullah. Fakhudh ma ataytuka wa kun minash shakirin. Robbimiz subhanahu va taolo aytayaptiki, bas senga ato etgan narsamni olgin va shukr qiluvchilardan bo'lgin. Agar shunday bo'lsang, birodar, bugungi kuningni qo'rquvsiz, xavotirsiz o'tkazasan. Gina kuduratsiz, hasad va riyosiz o'tkazasan. Chunki ertangi kun kelmay qolishligi mumkin. Sen qalbingni to'g'risiga bir qator gap yozib qo'yishing kerak. Seni kuning faqatgina mana shu kuning. Ertangi kun emas, kechagi kun emas, ayni bugungi kuning. Mana shu gapni birodarlar, ertalab turib, ko'zimiz birinchi tushadigan joyga katta qilib qizil harflar bilan yozib qo'yishimiz kerak. Bugungi kun meni kunim. Bugungi kunim bilan yashayman. Birodar, bugun issiq yumshoq mazali nonni yeding. Kecha qattiq po'panak non yegan eding. Endi bugungi issiq noningni kechagi po'panak non bemaza qilib qo'yish mumkinmi? Yoki ertaga keladigan qattiq non bugungi yeyotgan noningni
bemaza qilib qo'yishi mumkinmi? Yo'q. Agar bugun zilol, tiniq va mazali suvni ichayotgan bo'lsang, nima sababdan kechagi ichayotgan loyqa suvingga qayg'urishing kerak? Kecha kun zarar ko'rding, ketdi. Bugun foyda qilding-ku. Agar birodarlar mana shu tasavvurni, mana shu o'lchov tushunchani qalbimizda mahkam o'rnashtirib olsak, siz bilan bizni shiorimiz mana shu bo'ladi. Bugungi kunim bilan yashayman. Bugun tinchman, bugun sog'man, bugun boshimda tomim bor, bugun qornim to'q, bugun oyoq qo'lim ishlayapti. Alhamdulillahi robbil alamin. Eng baxtli odam menman. O'tib ketgan kechagi kun bilan emas, hali kelmagan ertangi kun bilan emas. Shu kun bilan. Shunda bugungi kuningizni har bitta lahzasini g'animat deb bilasiz, birodar. Shunda o'zingizni yuksaltirishga, amallarni ko'paytirishlikka va ularni xolis bo'lishiga haris bo'lib qolasiz, birodar. Shunda aytasanki, faqatgina pokiza so'zlarni gapiraman. Lag'u behuda so'zlarni tark qilaman, fahsh so'zlardan uzoq bo'laman, so'kinish g'iybatlardan, namimalardan uzoq bo'laman. Bugun hamma ishimni tartibga keltiraman. Palapartishlik yo'q, eplamachilik yo'q, ko'zbo'yamachilik yo'q. Kitoblarimni tartibga keltiraman, ish stolimni tartibga keltiraman, xonam, ishxonam hammasi tartibli bo'ladi. Usti boshimga qarayman, so'zlarimni, harakatlarimni tartibga keltiraman. Alloh yaxshi ko'rgandek go'zal bo'laman. Bugun Robbimga bo'lgan itoatda g'ayrat ko'rsataman. Namozimni eng komil suratda ado qilishga harakat qilaman. Nafil amallarni bajarishga, Qur'onimni go'zal tilovat qilishga, kitob mutolaa qilishga, vaqtimdan unumli foyda olishga harakat qilaman. Bugun qalbimda yomonlik, bug'zi adovat, kibri havo, hasad va yomonlik gumonlarni, tomirlarni sug'urib tashlayman. Bugungi kunim bilan yashayman. Odamlarga yaxshilik ulashaman, kasal ziyorat qilaman, janozaga qatnashaman, adashganga yo'l ko'rsataman, mazlumni yonida turaman, och qolganga ovqat beraman, olimni hurmat qilaman, yetimga shafqat qilaman. Bugun. Ey kechagi kun. Quyoshing botib yo'q bo'lib ketgandek sen ham yo'qsan. Sen bilan ovora bo'lib bugungi kunimni boy bermayman. Chunki sen bizni tark qilib ketding, endi hech qachon qaytmaysan. Ey ertangi kun. Sen hali yo'qsan. Sen g'ayb olamidasan. Shuning uchun sen bilan ovora bo'lmayman. Ertangi kun hali hech narsa emas. U yaratilgani yo'q. U hali zikr qilinadigan narsa emas. Ey inson, sen kechagi kunning odami ham emassan, ertangi kunning ham odami emassan. Sen bugunning odamisan. Seni kuning bugungi kuning. Hayotingni birodar eng yaxshi va eng go'zal suratda o'tkazishni xohlaydigan bo'lsang, saodat qomusining eng go'zal iborasidan foydalan. Bu ibora seni kuning bugungi kuning. Saodatning 3-sababi seni kuning bugungi kuning. Alloh azza va jalla bugungi kunimizdan foyda oladigan solih bandalar qatoriga qo'shgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.